Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi ishimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida. Tandir tushiruvchiga o'shancha bo'lkamiz, gaz plitamiz, 100 talik qozonimiz tushdi, 30 talik qozonimiz tushdi, demakki bolkamiz tushdi, samovarimiz. Shu holatda tushdi. Joyimiz yerda to'rga, bunaqasi 6. Shu joyga tushdi. Maytda stol bo'ladi. Ham samovarga ham to'g'rashtirgan xudo xolasa. Mana shu fasona tushdi. Xudo xolasa o'zgarishlar bor. Yana yuzdan holatda. Xudo ko'rsatsa sinab beramiz inshaalloh. Suvlarimiz qaynayapti xudo xolasa. Yoqqanimizga umuman bo'ldi Alloh. Toshlar javob. Hadi yonishni olib qo'ysiz. Yüzümü ham sinaveradi. Yüzimiz. Toshlari ikkili so'z shuvillatadi. Turi bir joy toshlar. Shu yonishni olib qo'ysiz, mana shu o'choq qizarib yonsa, shu o'choqni ishlatgan bo'ladi xolos. Suvlar ham qaynayapti. Mas'ulga manzilimiz to'shni aytib oling, agar adashganimizda. Yaqinroq kelaverasiz. O'zimizga egalaridan. O'zlari ham gapirib o'tadi. Assalomu alaykum. Aziz Peshni 777 podpischilar va do'stlar. Mana ustamiz o'zi kechqurun bitirib, mana chiroyli qilib berdi. Juda a'lo darajada. Har bir kichkina zarrachalargacha e'tibor berib, ustalar mana chiroyli qilib qurish berdi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh baraka bersin. Rahmat katta. Yaxshi kun ishlatmaylik inshaalloh. Manzilimiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Orday qishlog'i. Yaxshi aytamadim, esimga kelmay qoldi. Orday qishlog'i. Ma'qul. Xudo xohlasa holatda tushdi. Inshaalloh kurdaysizlar, hech qachon norozi bo'lmaysizlar. Juda a'lo darajada ko'ngildagidek qilib chiroyli qilib qurish berdi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Shu holatda tushdi. Hurmatli do'stlar, xudo xohlasa xizmatimizni O'zbekiston bo'ylab inshaalloh shunday xonadonimiz chiroyli yozgi oshxonangizni qilib beramiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar inshaalloh. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Yo pastga telefon qilib olasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.